Takroriy homila tashlash yoki ko'plab bemorlarimizdan savol keladi. Qaynonam yoki turmush o'rtog'im, qo'shnilarim "Sani bachadoningda homila turmaydi, homila tashlashga moyil, sanda farzandlik bo'lmaydi" deb aytishadi. Deb ko'plab juftliklarimiz, ko'plab ayollarimiz bizga mahzunlik ko'z yoshlari bilan savol bilan murojaat qilishadi. Takroriy homila tashlash yoki bir necha marotaba homila o'smay qolishi yoki o'z-o'zidan homila tashlashning 3 xil sababi bo'ladi. Birinchi va eng ko'p uchrovchi sababi bu 60-70% holatda biz trombofiliya, ya'ni tibbiyot tili bilan aytganda trombofiliya, ammo xalq tili bilan aytganda qon quyuqligi deb ataymiz. 60-70% bemorlarimizda trombofiliya genlarini tekshirganimizda homila paydo bo'lishi bilan, ya'ni ona qorniga, bachadoniga homila tushishi bilan organizm qon quyuqligiga moyilligi oshadi va shuning hisobiga, ya'ni qon quyuqligi bo'lganligi sababli bachadon spiralsimon arteriyalariga tromboz bo'lishi natijasida bolaga qon yetib bormaydi va afsuski homila bachadonda nobud bo'lishi yoki qonash natijasida, ya'ni qon ketishi hisobiga bolani o'z-o'zidan tashlash holatlari yuzaga keladi. Ikkinchi sababi bu kam uchraydi, lekin amaliyotimizda juda ham ko'plab ko'rganmiz va tashxislash orqali davo muolajalari ko'rilgan diagnozimiz bu immunologik besplodiya, ya'ni immunologik farzandsizlik. Ayrim bemorlarimizda bachadon ichki shilliq qavatidagi ular bachadondagi retseptorlar, ya'ni immunoglobulinlar homilani taniy olish xususiyatini yoki yor jism sifatida qabul qilishi hisobiga tashqariga chiqarib yuborishga harakat qiladi va bu holatlarda ham homila tashlash yuzaga kelishi mumkin. Uchinchi sababi bo'lsa bu genetik nuqsonlar hisobiga. Ya'ni homilada qandaydir genetik nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, tabiiy tanlanish hisobiga ham homila bachadonda rivojlanib keta olmaydi. Bu uchala sabab ham homila tashlashga sababchi bo'luvchi ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ammo 60-70% bemorlarimizda trombofiliya tashxisi qo'yilganda qon suyultiruvchi dori vositalar bilan homiladorlikni muddatiga yetkazganimiz va tug'gan bemorlarimiz, bolajonlarini sog'-salomat qo'llariga olgan bemorlarimiz soni juda ham ko'p. Immunologik besplodiya bo'ladigan bo'lsa, biz albatta immunolog bilan birgalikda, gematolog bilan birgalikda davo muolajalarini qo'llab, bu orqali farzandli bo'lgan juftliklarimiz ham ko'p. Genetik nuqson sababli, ya'ni genetik sababli homila o'smay qolishdan to'xtaydigan bo'lsa yoki homila tashlash kuzatiladigan bo'lsa, bu kabi bemorlarimiz uchun ham hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda yechim bor. Ya'ni eko amaliyoti orqali NGS, PGD tekshiruvlari, ya'ni to'laqonli gen tekshiruvlari yoki xromosoma tekshiruvlaridan o'tkazgan holatda biz sog'lom bo'lgan farzandni bachadon ichki shilliq qavatiga transfer qilish imkoniyatiga egamiz va bu kabi bemorlarimizda ham homiladorlik holatlari kuzatilgan. Amaliyotimizda 17 marta homila o'smay qolgan bemorimizda trombofiliya tashxisi qo'yildi va 18-sini aynan bizning klinikamizda 18-homiladorlik birinchi tug'ruq bilan farzandlarini qo'llariga oldilar. Yana bir amaliyotimizdagi praktika 5 marta davomida homila o'smay qolgan juftligimizda ilk marotaba kelganlarda trombofiliya tashxisi deb gumon qilindi va trombofiliya protokoli bilan olib borildi. Davo muolajalariga qaramasdan yana onamizda homila o'smay qolish holatlari kuzatildi. Va homila o'smay qolish holatini biz, ya'ni homilani probirkaga olib tekshirganimizda afsuski bolada nuqsonni aniqladik va bu juftligimizga genetik jihatdan sog'lom embrion ekishga qaror qildik. Genetik jihatdan sog'lom embrion ekish maqsadida eko amaliyotini qilgan edik. Eko amaliyotida 5 ta juda ham chiroyli embrion paydo bo'ldi va afsuski bu 5 ta embrionimizdan faqatgina bir dona embrionimiz sog'lom ekanligi aniqlandi. Bitta embrionimizni embrion transfer qildik va alhamdulillah hozirgi kunda bu oilamiz ham farzandlik, ya'ni sog'lom farzandlarini dunyoga keltirdilar va bularni ham xonadonida hozirgi kunda farzandlari mavjud. Aslo umiddan to'xtamang, aslo harakatdan to'xtamang. Bu kabi tashxislar bilan siz albatta ona bo'lasiz, chunki zamonaviy tibbiyotda buni yechimi bor.